Şu diplomatik maqalada siz abi yuqorida so'zlab o'tdingiz. Xi Jinping 2018 yılı asosiy qonundagi vazifa muddati cheklamasini bekor qilib o'zini yolg'iz bir odam umrbo'yi rahbarlik yo'lini echishi bilan Deng Xiaopingning Mao davridan keyingi jarohatlardan dars olib qurgan kollektiv rahbarlik oldin faraz qilgan bo'lgan varislik mexanizmini butunlay buzg'unchilik uchratganligi bu harakat Xitoy siyosatini yana bir yakka odam hokimiyatiga qaytardi va sistemani rahbarning shaxsiy taqdiri va biyologiyalik ömrüge bağlı qilib qo'ydi. Shidan keyin kim keldi degan savolning aniq bir javobining bo'lmasligi Xitoy siyosati ustidagi eng cho'ng qora bulut deb shunday debdim. Bu aniqsizlik albatta partiya ichida o'xshamagan guruhlarni hozirdan boshlab maxfiy holatda huquq talashishga ittirmoqda. Rahbarning tuyuqsiz salomatligining o'zgarib qolishi yoki sahndan chekinganda sistemaning sirliq o'tishini ta'minlaydigan mexanizm yo'q. Bu ahvol Sovet İttifaqı'nınki şu Stalinning o'limidan keyin yuz bergan yillab davomlashgan qonli hokimiyat talashishlarni asl tutubigan navbatdagi Xitoyning nimasi deb kelib bu faqat bir siyosiy aniqsizliklar emas, shunday davlatning asosiy iqtidorlarini faoliyatga keltira oladigan yoshirin bir boshqarish kirisidir deb nəhayət tafsili etibdim. Müşahidəmdə hazır mesela Türkiye'de axbaratçılar kulis bilgileri deb işçide bulup atkan məlumatlarını, bu muxbirlarning nimasidan axbaratlarga chiqirdi hamdi. Xitoyning işçide bulup atkan, hazırki hakimiyet sistemasındaki işçide bulup atkan sözlerini, mesela Xitoy analizchilar, mayli chet elda olsun, Xitoyning ichidagi har xil şu avazlıq söhbətləş işçide bulup atkan paranglarning ichida şu ichki xabarlarni uçurup atkanlarning hammasi gerçi Xi Jinping'in kılıvatkan bütün bu yolsuz Xitoyni halokatga parçalanishga ilib boradigan yo'lga olib ketayotganligini, noroziligini bildirayotgan bo'lsa-mu, ammo bu yerdan kelayotgan xabarlarning ko'pinchisi yana shu Xi Jinping qarshilarmi? Nima uchun sizcha yani asos bütün maqsadi shu partiyani qo'g'dab qolsa bo'ldi. Xitoy Kommunist partiyasi buzilsa tamamen bu yo'qib ketsa hammamiz tugaymiz degan başka bir erkinlik o bu degan fikir yok. Yani şu Komünist Partiyasini saqlab qolish uchun harakat qilayotganligini ichki xabarlarni tashqi chiqayotgan xabarlar bular o'tirib qo'yildi. Sizce bu nimadan derak berdi? Çünkü bu parti nimaga o'xshaydi degan vaqtida Xitoyning tarixindagi sulolalarga o'xshaydi. Burun sulala, yani cho'ng bir aile bütün Xitoyni boshqaradi. Hazır parti ailesi, parti sülalesi başkuruvardı. Okşaş yani. Sülale sağlam kalsa Xitoyni başkuralaydı. Parti sağlam kalsa bu hakimiyet qo'g'dinib qoladi. Yani Komünist Partili yalğızla özünün menfaatini o'ylayotdi. Yani xalqning menfaatini o'ylaydigan nimasi yo'q. Niyeti yo'q bunun. Xitoyninki başkuruş tüzümü aslında en başta siz degan o nima maqolada shunda Leninist bir başkuruş, yani parti devlet. Yani devletni parti başkurdu, parti devletning yuqurida. Yani partiga hech bir chekinish bo'lmaydi. Misoliga deyli hozir bir parti amaldor bir yolsuzluk kılıp bir hatalık kılıp kalsa kim cezalaydı onu? Mesela devletin ki kanunu onu cezalamaydı. Asas kanun cezalamaydı, cinayet kanunu cezalamaydı diyen. Kim cezalaydı diyen de partinin ki siyasi ve disiplin komitesi var. O caylaydı. Yani partinin ki muşu o kanuni ceddeki alaytlığı, yani öz aldığı bir alaytlığı mı nimeden üstünde, devletinki asas kanunda mı üstünde? Yani bu devletinki bir şeyi minvagan bir padişah yani. Bu padişahlık hazır Xi Jinping'e öttü ve parti azaları hemmesi Xi Jinping'inki qol ostidagi ve onunla sadaqatini ko'rsatgan adamlar bular. Bular ko'rsatgachga manfaat olalaydi bular.
en addi menfaatini değil. Yılda bir halk yığını açımız. Milletvekili lazım. O vaktidə partiyi aşu kim basın kim bağımsın degenini parti tallaydı. Tallıqandan keyin Beijing'de bir hafta yep içip otelde kılıp mehmanxanalarda kılıp yaşap keldi emdi. Ve yeriga qaytgan vaqtida misalga bir Uygur bundan keyin faxrlanadi bununla. Yani bunda bir adam çokum Komünist Partiga qanchalik yaqinlashsak shunchalik manfaat borga hem siyosiy hukuk jihatda hamda iqtisod jihatda hamda bu jamiyatdagi inovat jihatda yaxshi ketib bu sistemni tüzümni qo'g'daydi, yani bu parti devlet tüzümünü. Xo'sh. Shuningga bu devletninki asl modeli aşu kona Xitayninki diktatörlük, şu müstebit, şunday bir hakimiyetninki modern şekli. Yani bunu komünizmge kılıpıge kırvagan, bu modernlikge, zamanıvi kimge, şu kimini kivagan, şuna bir hakimiyet. Aslında yine kona hakimiyet Xitay için. Ondaqda Xitayninki hakimiyeti şu padişahınki ölümü bile padişahınki yani Xi Jinping'nin minisiga qan tushib bu yurak kasal tutqun o'lib qolsa kirsiz chiqqandek o'z vaqtlarda podshoh o'lgan vaqtida chiqqandek Xitoyda mı chiqish mumkin. Agarda krizni yaxshi boshqarib o'tadigan bo'lsa, o vaqtida belki çoğun mesele yok ama gruplar talışıp geçse o vaqtida çatak değil. Şununla bu Mao'nun vaqtida mı bir şahıs devletninki en çok küçü bulup başkurgan. Deng Xiaoping kelgan chaqda köydü. Bir adam eğer başkurup geçse Xitoyni vayron qilib etgandek nurg'un odamlarni qiynab o'ltirib joylay oladi ekan. Şununla bundaq olmaydı, kollektif başkuruş tüzümüne ekeldi. Deng Xiaoping'in vaqtida. Kollektif ekelgandan keyin gruplashish degan mesele bo'ldi bu yerda. Xo'sh. Misalga deyli, Xi Jinping'ninki birinchi qitim vaqtida shu 9 siyasi politbürosunda 9 adamlar vardı, keyin 7'ge aylandı. Şu 7 adamın içinde hem Jiang Zemin'in adamı var, hem de Hu Jintao'nun adamı var, hem de özünün adamı var. Yani bunlar 7 kişi meselelerini müzakere kılgan çağda taraflikler var bir yerde. Şunun kolektif başkuruş mu Bombay'daki adam Xi Jinping, yani Mao'nun vaxtida yek adam başkuruş degan bir yerga keldi. Mao'nun vaxtida qanday Xitoyni vayron qilib etgan bo'lsa, Medniye inqilobini hammamiz bilamiz. Bu Xi Jinping mi ajında vayron qildi. Xi Jinping'den kim birisi qo'pib, yani kollektif başkurmasak bo'lmaydi deb qo'pish mumkin. Ming sulalısında mı padişahının hukuku çoğun bo'lib ketib, şu ministerlikni baş ministerlikni kurmasak bo'lmaydi deb qurib, keyin undan mı vaz kechib degandek Manchur imperiyasi mı ajında baş ministerliğini eptaşlab hukukuna hemen alayda ahırı en çok padişahı Çenlong'dan keyin o acizleşiş ve yıkılışınınki başlanışı bu. Şununla bu Xitayninki siyasi anlamda yek adam başkuruş, kolektif adam başkuruş hemmesi ziyan keltirdi. Yani birisini qıpılıp birisini almashtırıp qılgan vaqtida nurg'un insonlar bular o'zgarish vatıdı, bu yaxshi bo'lib ketdi deydi. Xudo Wang Lachuanni ketib Zhang Chungshanni akelsa nurg'un Uyg'urlar voy bundan keyin yaxshi bo'lib ketdi degandek. Ama Zhang Chungshanning vaqtida shu terroristni nada ko'rgan bo'lsang shu yerda o'ltir degan buyruqni bergan. Yani sot yok, tekşireş yok. Yok, tutkan yerde öldür. Dep itizda, tağlarda, kögen yerde öldürün.
Yani Cudi Cingfa degan bu Manchurlar vaqtidagi bir ifade bu. Aşını işletti misal. Onu qattiq qo'lliq aslında. Ko'rinishda unda emas. Yani bular o'zgarmaydi. Mayli yek odam bo'lsin, mayli kollektiv bo'lsin, bularninki siyosiy engi o'zgarmagicha Xitoy xalqininki bir qismi izlagandek, Xitoy bo'lmagan millatlarmi bununla egishib izildi. Hem de bu hakimiyet başka milletni asimile qilish yo'li bilan Xitoylashtirishga tirishadi. Toprağını mı Xitoylashtirishga tirishadi. Bu texmi bir zalim bir xil boshqarish tuzumi bu. Yani 21. asrda insonlikninki aqli saviyasi o'sgan siri Xitoyninki zulmi, Xitoyninki boshqarayotgan odamlarninki zolimligimi o'syapti mana deganda. Shuningga boya men degandek Lord Actonning gibi degandek mutlaq hakimiyet cho'qim yemirib tugaydi degandek yolg'izla bir vaqtga bog'landi. Onu aniq bilmaymiz ama bunda hakimiyetler insanlıkka karşı bir cinayet işleyen bir hakimiyet uzun turamaydı deb faraz qila olmaymiz.